Jigar, bilasanmi, bu dunyoda ikkita xavfli narsa bor. Birinchisi granata, ikkinchisi Feruza ismli qizlar. Nega aka? Hozir hamma joyda Feruza trendda-ku. Instaga kirsam ham Feruza, ko'chada ham Feruza. Nima ular shunchalik yomonmi? Yomon emas, uka, ular shunchaki spesnas. Feruza degan qiz bilan yurish xuddi minaning ustida lezginka o'ynashga o'xshaydi. Qo'ying aka, oshirib yordingiz, unchalik emas-tur endi. Nima? Bitta SMS yozsam, uyimga Milliy gvardiya bostirib keladimi? Milliy gvardiya nima bo'pti? Feruza parolingni bilmasa ham telefoningni ko'zingga qarab iskaner qilib ochadi. Lekin chiroyli bo'lishadi-ku. Balki xarakteri og'irdir, lekin gullar sovg'a qilsak erib ketar yoki erimaydimi? Gul deysanmi? Jigar, Feruzaga gul bersang, bu gulni qaysi aybingni yuvish uchun olding deb so'roq qiladi. Ish bermaydi bu reja. Dahshat-ku aka. Demak, Feruza bilan tanishgandan ko'ra umrbod bo'ydoq bo'lib o'tganim 1000 marta yaxshiroq. Xuddi shunday, lekin shuni bilki, hayotingda bir marta Feruza bilan yurmabsan. Haqiqiy adrenalinni ko'rmabsan.